Bilmadim, eshitmaganman. Xullas kalom, mana aytaylik, o'sha anor, uzum, banan, anjir, zaytun, xurmo, bir nechta mevalarni Alloh taolo kitobida zikr qildi va hattoki zanjabil to'g'risida aytdi. Rayhon to'g'risida aytdi. Mashalloh, tabarakalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvarada bir kuni katta majlisda, shunaqangi bir izdihomda, uning ichida Abu Bakr bor edi, Umar ibn Hattob bor edi, kibor, ya'ni ko'zi ko'ringan hamma sahobalar, ularning ba'zilarining bolalari ham bor edi shu orada. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha majlisda o'tirib, men sizlardan bir narsani so'rayman dedi. Ya'ni Rasululloh alayhi vasallam ham o'sha sahobalarga ilm bo'lish maqsadida savol-javob qilib turardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zida savol-javob qilib turadi sahobalar bilan. Qanday savol-javoblar qilar desa, shunday bir savol-javoblar qilardiki, o'sha sahobalarga bir ilm bo'lsin uchun ilmiy suhbatlar qilib turardi. Rasululloh savol berdi. Bilasizlarmi dedi? Sizlar bilan biz oramizda bir Alloh taolo o'stirib qo'ygan bir daraxt bor. Xuddiki odamga o'xshaydi dedi. O'sha daraxt qaysi daraxt deb so'radi. Balkim bu hadisda, bu rivoyatda bu bo'lgan voqeani eshitgandirsizlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalarga odamga o'xshaydigan daraxt bor, kim biladi, shuni aytib bersin dedi. Tavakkal qilib aytmaydi. Ha? Shotit? Shotit yo'q dedi. Aniq xurmomi? Jiyda? Sahobalar birortasi javob bermadi. Birortasi javobni bilmas edi ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda o'zlari bo'lmasa javobni men o'zim beraman dedi. U xurmodir dedi. Mashalloh, nimasi bilan xurmo odamga o'xshaydi? Mana endi sizlarda ichinglarda o'sha mana Isroilga savol beryapsiz, bu qanaqa qilib meva qiladi, buni qanaqa qilib o'sh tevada bo'ladimi? Qancha buni yoshini qanaqa qilib aniqlasa bo'ladi degan savollaringizga mana shu hadis bilan sizlarga javob topamiz. Xurmo xuddiki odamga o'xshaydi, odam bolasiga o'xshaydi. Xurmoning ko'payishligi xuddi odamga o'xshab ko'payadi. Danagidan, misol har qanday mevali narsa yo urug'dan yo danagidan ko'payishligi mumkin. Ammo xurmo daraxtini danagidan chiqarishingiz mumkin, meva bermaydi. Buni ko'payishligi uchun, bu xurmo daraxtining meva berishligi uchun o'sha xurmo daraxtini ilmini biladigan bog'bonlargina biladi. Xurmo daraxt misol odam bolasiga o'xshaydi desa, u o'zidan o'zi ko'payadi. Ya'ni xurmodan xurmo, odamdan odam tarqaladi deymiz-ku. Ya'ni enadan bola tug'iladi degan masala. Xurmodan xurmo tug'ilishligi kerak. Qanaqa qilib tug'iladi desa, mashalloh, tabarakalloh, ma ko'rib turganinglar, biz butun bitta katta daraxt. Yoshi 30-40 ga yetib qolgan daraxt mana bu. Orqalari turgan. Mana shu xurmozordagi daraxtlar ko'pi 30-40 yillik, undan ham kattaroq daraxtlar. 100 yil, 120 yil shunaqa yashaydi deyiladi xurmoda. Endi bu xurmoni danagidan, mana deydilar, danaga chiqdi. Shu danagidan chiqadi, lekin meva bermaydi. Xurmo bo'lishligi uchun, mevali daraxt bo'lishligi uchun, mevasini yeydigan meva bo'lishligi uchun, ona qaranglar, pastda kichkina xurmolar turibdi. Ko'rdinglarmi uni? Ona. Bunday aytganda yerdan bir qarishla ko'tarilgan. O'sha xurmo, mana xurmoni yonboshidan atay bog'bonlar o'zlari o'stiradi. Mondoq bo'lib bitta shax chiqadi bunda. Misol aytaylik, bunday bo'lib shax chiqadi. Yo bu yoqdan bunday shax chiqadi. Shu shax biladan kattaroq bo'lishligi kerak. Va bu xurmo ayni meva beradigan xurmosi urg'och xurmo bo'lishligi kerak. Buni ham o'zi o'sha bog'bonlari biladi. Shu urg'och xurmo bo'lishi kerak. Shu urg'och xurmoni o'zini yonboshidan buta chiqqan bo'ladi. Shu butani chopib olib, keyin yerga tomirsiz o'tkazib qo'yadi. Xuddi tol bilan terakka o'xshaydi. Xurmodan xurmo chiqyapti, odamdan odam chiqqanda singari. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qarang taqqoslab qo'ydi. Misol odamga o'xshaydigan, sizlar bilan bizga o'xshaydigan daraxt bor ichimizda, deyapti. Xurmo bizga o'xshagan daraxt.